Mana shu so'zlardagi harflar o'rni almashgan, ya'ni chalkash joylashgan va siz ushbu so'zlarning to'g'ri variantini topishingiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Tayyorman. Yaxshi. Birinchi so'zimiz Va nagina. aha, qanday so'z bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ring. An'anaviy. An'anaviy, to'ppa-to'g'ri. Navbatdagi so'zimiz qanday so'z? Sohangizga yaqin bo'lishligi kerak. O'qituvchi. O'qituvchi, to'ppa-to'g'ri, ammo dugonangiz aytib berdi. Yaxshi, navbatdagi so'zimiz Xo'sh. Daftar. Daftar. aha, daftar. Yaxshi. Va sizga eng oxirgi so'zimizni ko'rsataman. Banazat. Qanday so'z? Nazorat. To'ppa-to'g'ri. Barcha so'zlarimizga to'g'ri javob berdingiz. O'yinimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat kattakon. Imlo TV hamda Hamsa o'zga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.